Before we officially begin, I'm going to invite all of our speakers to the seat behind me. Please all stand. Thank you very much, and please be seated. To begin, I'd like to read the letter from Congressman Frank Wolf, who sent a congratulatory note to the birthday of the Uyghur nation. This is what he says in his letter. Dear Ms. Rabi Kadir, I regret that I cannot join you and others from the Uyghur diaspora for this momentous occasion. Yours has been a critical voice in shining a bright light on the manifold human rights abuses of the Chinese Communist government against the Uyghurs and others. Our own State Department, in its annual human rights report, acknowledges the severe official repression of the freedom of speech, religion, association, and harsh restrictions on the movement of ethnic Uyghurs. The report further points to the Chinese government's reliance on cameras to monitor and intimidate political dissidents, Tibetans, and Uyghurs. The list of abuses goes on and on. I pray for the day when true freedom will come to all those living under the repressive rule of the Chinese government. And I will continue to urge this administration and this State Department to be a voice for those voices who have been silenced. President Reagan spoke of the U.S. Constitution and the promises enshrined therein as a covenant we have made with not only with ourselves, but with all of mankind. We have an obligation to honor that covenant. Best wishes, sincerely, Frank R. Wolf, Member of Congress.
Now I would like to invite Madame Rabia Kadir, the Uyghur democracy leader and the spiritual mother of the Uyghur people, to make a keynote speech on this very special occasion. Rabia Khanım. Assalamu alaikum. Vatandaşlarım, Uygurlar ve Amerika'dan kelgen mehmanlar, hammalarning kelganiga rahmat. Hem bugün bizning davlat bayramimiz bilan oldi bilan men sizlarni tabriklayman. Bugün bizdek bir ezilgan bir millatga mushundaq vatanining mustaqilligini tabriklash uchun mushu davlat majlisining ichidagi dunyoning taqdirini hal qiladigan mushundaq bir ofisda, mushundaq bir ishxonada, mushundaq bir markazda, mushu so'rinda bizni so'zlash fursati bergan Amerikaga oldi bilan butun 20 million xalq nomidan rahmat aytaman. Şunun bilan birga mushu xalqimning ovozi bo'lib, bugun mushu so'rinda turib, sizlar bilan vatanimning mustaqillik kunini tabriklashga fursat hozirlab berib, meni turmudan chiqqan, mushu so'rinda o'tirib turib, mushu kongress a'zolari, mushu uy meni turmudan chiqqan va turmudan chiqqan mening sabdoshlarim Hanis Hagropen va Luisa xonim ve şu kongresteki Amerika'daki barlık meni turmudan açıklarga rahmet etmem. Bugün bizdeki Şarkı Türkistan'ın tuncu qitim oldumuzdaki asırlarda kurulgan devletimiz, liderimiz Yaqub Bey yetekçilikideki devletimizden kurulganlığına 150 yıl bo'lgan günü. Bugün bizdeki sabit damıllan liderlerimizden yetekçilikide kurulgan devletimizden 80 yıllık günü. Bugün Şarkı Türkistan'ın 44. yılı 11. ayının 12. en ahırki kurulgan devletimizden 70 yıllık günü. Ben bizning devlet kuralaydigan, devlet kuruş edisidan vaz keşmeyi bedel töleyalaydigan bütün halkımni meşahede jakalayman ki mushu kurulgan devleti ve şu bayram günü bilen yani bir qitim tabriklayman hem yani şundaq bir günün keladiganiga ishonaman. Hem mushu bir devletlerini kuruş için, devletimizden mustaqillik için can bergen, şehit bolgan, turmularda yetip atkan, birinci qitim devletimiz, ikinci qitim devletimiz, üçüncü qitim devletimiz üçün kurash qilgan barliq şehitlerge eslep ütümen, hem taziye bildirmen, hem ulanımı bugün tabriklayman. Endi mushu kun üçün, mushu xalqimizning mustaqillik kuni üçün qanchilgan adamlar ta tunigungacha, bugungacha qurban berib kelyapti. Bizning xalqimiz o'zining davlat qurish ideyasidan, bizning xalqimiz davlatini asliga akilish ideyasidan bir qitimmi voz kechgani yo'q, ham to'xtab qolgani yo'q. Buning uchun to'layotgan bedellarni ko'rib turibsizlar. Bizning tarixda qurilgan davlatlarimiz o'xshamagan ziddiyatlar ichida mag'lubiyatga uchradi. Many states established by the Uyghurs in the past were liquidated by different forces for different reasons. Eğer içki ziddiyat, hasadxo'rlik, shuhratparastlik, talash tortishlar bu bizning devletimizning berbat bo'lishiga sababchi bo'ldi. Qanchilgan liderlarimizning orzu armonlari havoda qoldi. So the dreams and hopes of the Uyghur leaders were not realized. Mana bugün şu devirde yani anlap turumuz tarihteki devletlerimizni hem tarihteki çoğun devletlerinin sodusu bilen mi bizden devletlerimiz koldan ketdi. Bizden Manco besi vardı, Mongol besi vardı, Şingsisay besi vardı. Gomindan en ahırda Gongsandan'ın kolu öttü. Lekin Xitay komünistleri besi vargandek bu şu 64 yıldaki Uyghur halkı mundak bir Uyghur faciaya duç kelip bakmadı.
Şunun için hazır Uyghur halkı qayta ornidan dast turib, özünün aldanganligini bilip qayta devlet kuruş için kan töküvatıdı, bedel tölevatıdı, turumlardı yetivatıdı. Men işinimen ki bizning devletimiz kelgüsü de bayrağımız özümüz devletimizge esilip, xuddi Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikistanlarga o'xshash bizmi öz devletimizde bulunuz. Mayli Amerika bo'lsin, mayli G'arb dunyosi bo'lsin, mayli bizdek izilgan millatlarga yordam qiladigan davlatlarning yordami orqasida biz tinchlik bilan g'alabaga erishimiz deb o'ylayman. Our next speaker is Mr. Gulamuddin Pakhta. I would like to invite Mr. Pakhta to make a remark. Esselamu Aleyküm aziz yurttaş, karındaş ve septaşlarım ve içimizdeki kıymetli liderlerimiz de Esselamu Aleyküm. Ben kısaca şunu demek istedim. Ben 1933 yılı kurulgan Cumhuriyet zamanında dünyaya kelgenlikim için ikincisi ben Gulji İnkılabı'nın 1949'da kurulan Azad Şarkı Türkistan devletinin bazı rehberleri bilen bizzat görüşmelikim için üçüncüdür Yakup Bey Bedevlet Hanlıkı'nın keyin kurulgan, deslap kurulgan Şarkı Türkistan, Azad Şarkı Türkistan devleti olsun, Gulji İnkılabı'nın kurulgan devlet olsun, bunların her ikisinin Xitay ve Sovyet işbirliği neticesinde yemirilgenlikini ve şu esnada men dedem bilen gelken bırakken İmit Nursi diyen bir sayba şurada binlerce şehitlerinin kurulan cesetlerini öz gözüm bilen kırgınlıkım için yani özümü tutalmayayım şunun için bir kız ben şu iki kelimeyi söylemek isteyeyim. Aziz yurttaşlarım, karındaşlarım, dünya tarihini okusanlar bizge okşayan bir bahtsızlık uçuran insanlarını yani milletlerini az uçursuz. Afsus ki bizim memleketimiz şunda çıraylık 10 devlet koştum olan bir memleket. Himalaya tağları bilen bu taraftan Tanrı Tağlı'na oralığılık için biz dünyanın kesilgen halda yani bizim deniz kıtsaş bulmalıqımız için köp nerselerde biz mağlubiyetke uçurduk. Bunu elbette her birimizin eşlep ötüşke doğru geldi. Ben sözümü uzatmayayım ben. Heminlerge benim şu uluğ 80. yıl hatiresini kutlayan çağda evvela bizge şu imkaniyetini vergen Amerika parlamentosu binası da bizge şu iki kız sözünü sözlep özümüzün kurulgan ötmüşteki devletlerimizle kutlaşka fırsatlar geldik için Rabia Hanım apımızın diliyle okşaş biz hemimiz Şarkı Türkistan halkı kalbimizden rahmet bildirimiz teşekkür etimiz. Allah hemimiz bir günü yani 4. bizim müstakil cumhuriyetimizde öz vatanımızda kutlaşka Allah'a nasip kılsın. Ben şunu bıraktım. Our next speaker is Mr. Erkin Alptekin, but because our special speaker, Ms. Louisa Grieve, will have to leave soon, so I'd like to invite Ms. Grieve to make the remark first. Thank you. Thank you. It's a pleasure and an honor to be with all of you on this day, especially to pay tribute to the 15 years
since the founding of the Uyghur American Association, which I have watched grow through the years. Soon after it was founded, some of the founding members, the board members, many people who are here today came and began to educate me about their work, about the need and the suffering of the people in the homeland, and after a lot of discussion, finally in 2004, the National Endowment for Democracy was able to give a grant. I have the historical document with me. I looked back, looking at a time of commemorating milestones. I actually have the original grant agreement from 2004. Efendiler, hanımlar, bugün benim sizler bilen görüşümün ayrı bir zor şeref. Ben bir yerde cümle yakından sırt, yani Amerika Uyghur Birleşmesi'nin kurganlığının 15 yılını ötüp ketmekçi. Çünkü aranlarda bunun kurguçuluğu, bunun işleyen nurgun, bunun heyet azaldığının hemmesini ben tanıyman, görüşken, hem bu teşkilattan kadem terakki kılışını özüm yaxşı bilmem. Şu çağlı nurguncılığın aldığım kilip, benim Uygurlarının meselesini bana ders verip, bana düşündürüp, Uygurlarının qançilik japa tatıyatqanlıqda hükümde aslında çöygəndən keyin, yani biz 2004 yılı bizden en iyiydi, yani Uygur Amerika Birleşmesi'ne şu çağda pul verişini karar kılgan idik. Bugün elbette bizden bir hoşallık, bir tebrik günümüzle bulup kalmasın. Yani mesela şu Uygur Amerika Birleşmesi asıdaki Uygur kişilik hukuk projektinin çekini çıkargan bu doklatları karı saklam, terimleri karı saklam Uygurlarının bugün kançılık bir faciat işkenliğini yaxşı görüp alalıyız. Mesela onların yakını çıkargan dini erkinlik doklatını karısak Uygurlarının kançılık dini cəhədə dəbsəni boğatqanlar. Xitay hükümetinin Uygurlarının qədəmli şəhəri Qaşqani bozğanlığı. Onu kösek. Ondan sırt yani Uygur, şu Avrupa'daki Uygur panarlıq teli güçlərinin əkfalını kösek. Ondan sırt yani UHRP şu 2009 yıl 7. ayının 5-ki vəqədən ki ayrım şu vəqə 3 doklarını çıxargan. O arqılıqmı şu çağdaki vəqənin qançilik faciəlik işkənliğini. Ondan sırt yani Xitay hükümetinden şu Uygurlarının yerlik millet süpütki hukukunu qanda dəbsəni xivatqanlığını. Şərqi Türkistan'da bolsa Uygurlarını tutup solap etip tən cəzası berib atqanlığını. Ondan sırt Xitay hükümetinden yani Uygurlarını terrorizm dep teşkilatları qarlaş arqılıq Uygurlarga zərbe berib atqanlığı qatarlıq məsələlərini biz aniq bilələyimiz. Hanın bu Amerika Uyghur Birleşmesi'nin 15 yılı münasibətlə mən əmdi bu təşkilatda işləyən xizmət qılğan əməsinə rəhmət etmək üçün onun sırt bunun da Uygurlarının davasını qilish, cemaatinin işini qilish, yani tədqiqat qilish arqılıq dokladlarını çıxırış əlbəttə nəhayət mühim. Biz yani bu təşkilatqa bolğan özümüzün qollashını aldınlar, yani bir qitim jakarlamakçı. Hem UAE'nin qılğan işi bolsa asasen Uygurlarının büyük, rengarenk özünün medeniyetini tərgib qilishdan sırt, yani tinchlik usullar bilan Uygurlarının kişilik huquqiy dini erkinligi hem ahirida şu öz təqdirini özü belgeleş üçün küreş qilishdan ibaret. Rahmet. Now I would like to invite the former president of the World Uyghur Congress, Mr. Erkin Aliptekin, to make a remark. Muhterem Rabia Hanım, aziz yurttaşlar, birinciden Rabia Hanım'ın muşu yığınga qatnaşış üçün, bana ivetken çakırış üçün çın yürekten rahmet eytimen. Bu fırsat bilen hem Rabia Hanım ailesi ve her birilerini didar körüşke nasip kılgan Allah Teala'gımı çın yürekten şükranlarımı arz kılımın. 1863, 1933 ve 1944 yıllarda kurulan cumhuriyetlerinin kuruluş yıl dönümü ve 1998 yılı kurulgan UAE deb atalgan Uygur Amerikan uyuşmasının 15. yıllık katnaşış için büyüge kelip her birilerinin arasında oturup bana sohbet kılış imkanına ege boğanlığım için bek hırsandıman Allah'ın millerinden razı olsun. Kelgenden beri digen gep şu.
Sharqiy Turkiston xalqi jenini tikib mücadele kılıvatıptı. Bunda bir mezgilde bizning bayatımı deb ötülgendek 4. Cumhuriyetimizni kurumuz deb mücadele kılıvatkan Sharqiy Turkiston xalqiga chet ellarda qandaq yar yo'lakda bo'laylaymiz degan fikir ostida bugun Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Rabia xonimning riyosetchiligida jiddiy faoliyatlar elib bo'layotganligidan hammaning xabari bo'lishi kerak. Mushunda bir mezgilde bizning paç-parat işleri bitirip koyup, g'avat şikayetlerini bitirip koyup, bir müştek bulup, Rabia Hanım'ın etrafı ve Dünya Uygur Kurultayı'nın etrafı da birleşip, hareket kılışımız mecburi, kılanmasak bunun hesabını kıyamette Müslüman olup hiçbirimiz veremeyiz. Benim sizlerden ricayım şu, bugün 75 yaşa kirgen bir yurttaşınla boy süpeti bilen menin bundan başka bir ricayım bulanmaydı her bilenden endi bir müştek bulup hareket kılış zamanı kelip ötep gitip barıptı. Menin sizlerden ricayım muşunu orundasanla men sizlerden hemminlerden razı olumen. Köp rahmet. Now I would like to invite our good friend, former director of the Tom Lantos Human Rights Commission and current executive director of Physicians for Human Rights, Mr. Hans Hargreaves, to make a remark. Zor, Hristiyanlık üstü lan kollab kelgan bir alohida insoniy terminin qurum sobiq boshlig'im Tom Lantos Efendisiga tushuntirib o'tmoqchi. Men ilgari Tom Lantos Efendining hayot vaqtida qo'lida 10 kuchli birda xizmat qildim. Bu efendinin qo'l ostida 5 kishi o'quv direktori ham shu keyin Tom Lantos Efendi konferensiyada vafot bo'lgandan keyin bu efendining nomida Tom Lantos I'm the Washington director for PHR, but I'm speaking today to you in my role as former staff director of the Tom Lantos Human Rights Commission and as a former staffer to Tom Lantos. Washingtondagi direktori, ammo men bugun ya'ni Tom Lantos kishilik o'quv punktidan burungi direktor sifatida sizlarga so'z qilmoqchiman. For the record, I'm the Washington director for PHR, but I'm speaking today to you in my role as former staff director of the Tom Lantos Human Rights Commission and as a former staffer to Tom Lantos. Anniversaries, specifically such important ones as today, always afford a good opportunity to think back of what happened, what was. But at the same time, it is a Amnesty International to think about what tashkiloti 1994-yilning 21-i Uyg'urlarning kishilik huquq masalasi to'g'risida doktor e'lon qilgandan keyin paydo bo'lgan. Biz shu chog'da, ya'ni burungi o'sha Congressional Human Rights Caucus degan o'sha kongressdagi komitetda biz shu chog'da Uyg'ur masalasiga ko'ngil bilib, shu chog'da Sidiq Hoji apandimni bu Uyg'urlarning vaziyati to'g'risida isbot berishga taklif qilgan. Sidiq Hoji apanning shu chog'da degan so'zi nihoyatda kuchli ham qoyil qilarlik bo'lib, biz shu chog'da o'sha komitetning nomida rasmiy shaklda bir bayonot e'lon qilgan. Bu chog'da Rabia xonim albatta vatan etdi, ammo o'sha isbot berish yig'ini uzun o'tmay, ya'ni 1999-yil 8-oyda Amerika Davlat Majlisi gibi tadqiqot guruhi vatanni ziyorat qilgan vaqtida Xitoy hukumati shuni bahona qilib Rabia xonimni qo'lga olgan. Shuningdan buyon biz Uyg'ur masalasini o'sha Amerika Davlat Majlisida bir cho'ng masala qilib ko'tarib chiqishning muhimligini his qildik. Rabia xonim shu chog'da turmada yotgan vaqtlarda, Rabia xonim shu Xitoyning qora zindonida yotgan vaqtida albatta Amerikada bo'lgan Rabia xonimni qo'yib uchun bo'lgan tirishchanlikdan bilmaslik mumkin. Shu chog'dagi Amerikadagi nurg'un Uyg'urlar davomli bizni izlab turib, Rabia xonimning masalasini to'xtamasdan bizga to'xtatdi. Ya'ni shu chog'da biz Urumchiga ziyoratga borgan chog'da Xitoy hukumatining Rabia xonimning baldiriga qanday ziyonkashlik qilganligi, ularni qanday tutqun qilgan urganligi to'g'risida bizga kayni-kaynidan tushuntirish berib, bizning bu Xitoy hukumatiga qarshi harakat ilib berishimizga
mecburdu. Aranlarda köpünçinler o çağda boğan vaqani bilişinler mümkün. Ta ki bugünkü gündümü benim hizmetleşim Deniz bilen men Rabia Hanım'ın ballarını, olup türümü yatkan ballarını eslep durumuz. Şunanga yana eskertkim var, yani şu çağda şu Amerika'daki Uygur cemaati nihayeti bizge nihayeti ilham verip, güç kudret verip, bizge Xitay hükümetinin başında Rabia Hanım ailesi ve Uygurları umum yüzlük edip bargan qattiq qo'lliq siyosati ustida norozilik bilishga zo'rildi. Hamda biz shundan shu chog'da tirishdik. Ham Rabia Hanımning qo'yib berish ustida Amerika Kongressida aytdi zo'r tirishchanlik ko'rsatdi. Shu sababdan Rabia Hanım Şinjanning 2005-yili 3-oyda Xitoy hukumati Amerika qo'yib berdi. Men hamda Erkin Apandaning gapiga qo'shilman, yana Rabia Hanım Uyg'ur davosi uchun zo'r tirishchanlik ko'rsatdi, zo'r bedellarni to'ladi, Uyg'ur davosini dunyoda nihoyatda yuqori bir pallaga olib keldi. Rabia Hanım albatta atrofiga nurg'un sodiq do'stlarining yordami bilan bu ishlarni texmi yaxshi qildi. Men hamda Erkin Apandaning gapiga qo'shilman, yana Rabia Hanım Uyg'ur davosi uchun zo'r tirishchanlik ko'rsatdi, zo'r bedellarni to'ladi, Uyg'ur davosini dunyoda nihoyatda yuqori bir pallaga olib keldi. Mushu jarayonda Rabia Hanım albatta yolg'iz emas. Rabia Hanım albatta atrofiga nurg'un sodiq do'stlarining yordami bilan bu ishlarni texmi yaxshi qildi. Rabia Hanım qo'yib berilgandan keyin zo'r taraqqiyotlar, ilgirlashlar yuz berdi. Bundan sırf Amerika Davlat Meclisi'nde nurg'un isbot berish yig'inlari bo'ldi. Bundan sırf yana Louisa Hanım deb o'tib ketgandek, bu Amerika Tashqi ishlar ministrligida Uyg'urlar to'g'risida chiqargan doklad bag'ansiri ko'p bo'lib ketdi. Ammo shundoq bo'lgan taqdirda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan ziyonkashligi to'xtab qolgani yo'q. Uyg'urlarga qaratgan qattiq zarba harakatlari to'xtab qolgani yo'q. Shunga Amerika Davlat Majlisi texmi qattiq texmi tirishib Uyg'urlarning bu masalalarini hal qilish kerak. Bugungi bunda bir muhim kunda biz oldimizdagi jafo mushaqqatning qanday bo'lganligini e'tirof qilishimiz kerak. Uyg'urlar uchun Amerika Davlat Majlisi qilgan birinchi ish bo'lsa, ya'ni Tibetliklarga Amerika Davlat Majlisi qilgan o'xshash Uyg'ur siyosiy qonundan birini chiqarib Uyg'urlarning haq-huquqlarini qo'llash kerak. Ben şu Amerika Davlat Majlisi ishlagan vaqtlarimda mening afsuslangan bir yerim bo'lsa, ben şu chog'da shu Uyg'ur siyosiy qonunining chiqishiga tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsam, shu davrlarda bu hal bo'lmadi. Ammo sizlarning Amerikadagi ovozinglarni aytib kuchlik, sizlar davomli Amerika Davlat Majlisi bilan birlikda xizmat qilish orqali men ishlaymanki, aman bir kuni bu qonun amalga oshadi. Amerika Davlat Majlisi albatta texmi chiqish qilish kerak. Ammo biz bir jamiyat ustida, jamoat ustida biz bu texmi tirishchanligimizni ko'rsatishimiz kerak. Men bu Erkin Apandaning degan so'zga qo'shilmay, yana Uyg'urlarning ittifoqlashishi Uyg'urlar uchun bugungi kunda Xitoy hukumatiga qarshi turishda birinchi bo'lish kerak. Uyg'urlarning beshik kelayotgan, Uyg'urlarning dushmani kuchli, Uyg'urlarning beshik kelayotgan kun reklam qara. Ammo biz bu besimlar sababidan o'zaro bir narsadan talashib yurmasimiz kerak. Anikim bizning de o'zimizning do'stliklarimizni kuchaytirib, sadoqatimizni kuchaytirib, bu davoni texmi kuchaytirish kerak. Uyg'ur davosini kelgusida cho'qim texmi yosh rahbarlar, yosh faoliyatchilarni o'ziga jalb qilib bu davoni oldiga mandirish kerak. Shu Amerika tarixida eng mashhur o'tgan Amerikaning prezidenti yana Abraham Lincolnning bir mashhur so'zi bor. Shuna men so'zimni oxirlashdan burun o'shanda shu chog'da Amerika ichki urush vaqtida degan gap. Bunun degani yani bir aile ishida bir-biriga qarshi tursa, u o'rilib tushadi degan shu joy. Shundan biz men ishlamanki, Uyg'urlarning istiqboli buyuk bo'ldi. Ham shundan bir vaqtda sizlar cho'qim muvaffaqiyat qozonsizlar. Xuddi o'tmishdagi qurgan davlatlarga o'xshash, ash ko'rgan Cumhuriyatning rasmlariga o'xshash. Uyg'urlarning tarixiga yana ajoyib go'zal buyuk boblar yozildi. Rahmat.
Next, I would like to invite our good friend, Mr. Gerrit van der Wees. He's a senior advisor. Rabia Hanım'a barlıq meymanlığa alaylı rəhmət. Bugün sizlərdən bir yerdə cəm olub, sizlərdən görüşüb, sözləş fürsəti ega bolumdan ait xoşalman. Mən bolsam bir Gollandiyada kelgan özüm bir Dutch. Shunda bo'lsa men o'sha yerga Amerikadagi Tayvanliklarning bir tashkilotga vakolatdan bu yerga kelib sizlarga so'zlayapman. Biz har zaman sizlar bilan birga. Bunday xotir kunlarda biz albatta ham xo'sh emas. Chunki bugungi kunda bo'lsa Xitoy hukumatı ya'ni Sharqiy Turkistonni besib yetib, Uyg'urlarga o'zining erkinligi ham mustaqilligini bermayapti. Xitoy hukumatı shuning bilan bir vaqtida sizlarga o'xshash yani xalqni, yani Tibet xalqini, ularning davlatini besib yetmoqda. Ammo biz Sharqiy Turkiston xalqiga ham Tibet xalqiga o'z salomimizni yetkazamiz, ham ularning tinchlik bilan elib berayotgan o'zining qonuniy da'volarini chin ko'nglimizdan qo'llaymiz. Xitoy hukumatı bu zo'ravonlik bilan o'zining davlatini kontrol qilib kelmoqda. Xitoy hukumatı bu zo'ravonlikni Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar va Tibetliklarga qaratmay, o'zining Xitoy xalqiga qaratadi. Xitoy hukumatı shu zo'ravonlik orqali muqimlikqa erishimiz deb tushib ko'radi. Ammo haqiqiy muqimlik degan faqat Xitoy hukumatı o'sha har bir xalqqa o'zining taqdirini o'zi belgilash huquqini berganda anillar erishadi. Hukumatı bu zo'ravonlikni Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar va Tibetliklarga qaratmay, o'zining Xitoy xalqiga qaratadi. Xitoy hukumatı shu zo'ravonlik orqali muqimlikqa erishimiz deb tushib ko'radi. Ammo haqiqiy muqimlik degan faqat Xitoy hukumatı o'sha har bir xalqqa o'zining taqdirini o'zi belgilash huquqini berganda anillar erishadi. Biz Tayvan xalqi Tayvanda turib Xitoy cho'nqur qarg'animizda Xitoy hukumatidan qanchalik zo'ravonlik bilan Sharqiy Turkiston xalqi, Tibet xalqi ham o'zining Xitoy xalqlarini bostirayotganligini, ham erkin ham demokratik bo'lgan Tayvanni o'ziga qo'shib olmoqchi bo'lganligini bilib turibmiz. Ammo bu ya'ni Tibet, Turkiston, Tayvan 3T zimini deb qaragan bu 3T zimini menimcha bundan keyin biz cho'nqur hamkorlashib birlikda o'zimizning zo'ravon dushmaniga qarshi turishimiz kerak. Şuna bunlarga rahmet, tug'ilgan kuninglarga, yani davlat bayramlariga rahmet, Rabia Hanım, Alim Ömer, bunun için hammalar bilan davomli hamkorlashishga har zaman tayyormiz. Rahmet. Now I would like to invite our good friend Julia Famulero. She is a PhD candidate at Georgetown, who is also an expert on Uyghur and Tibetan issues, to make a few remarks. Assalamu alaikum. It's so wonderful to see you all here today. I'd like to Hammalardan bugun bir so'rinni bo'lganimga ait xo'shalman. Mening bu yerda Amerika Uyg'ur birlashmasining 15 yili bo'libdi bugun. Uning bugun emas, bu yil. Uning muborak bo'lsin. Ben şu 16 ayga yaqin o'xshash bo'lmagan yerda bizlarning vatanlarda qolgan davlatlar berib, shu Osiyoning 16 oydan mobaynida shu zo'r tadqiqotlarni olib bordi. Bugünkidek bu xotir kunda men shu Sharqiy Turkiston, ya'ni sizlarning vataningni ziyorat qilgan chog'da men o'zim ko'rgan yaxshi narsalarni sizlarga deb bermoqchi. Ya'ni men shu yerda Uyg'urning yoshlarini ko'rib, ularning Uyg'urlarning kelgusi ishkanligidan nihoyat xursand bo'ldim. Men shu Sharqiy Turkistondagi vaqtimda Sharqiy Turkistonning hamma rayonlari, shaharlarga berish fursatiga bo'lib, undan sirt yana o'sha Uyg'urlarning o'xshash bo'lmagan yoshlar bilan ko'rishib, ular bilan suhbat qilish fursatiga ega bo'lib, ulardan nihoyat ilhomlarga erishdim. Albatta biz nurg'un vaqtida o'zimizning kichik yoshlarning degan so'zlarga balkim diqqat qilmasligimiz mumkin, lekin Uyg'ur yoshlarining ularning so'zlarini anglab, ularning arzu-umidlarini anglab, men ulardan nihoyat faxrlandim. Mening his qilganim bo'lsa, o'xshash bo'lmagan yoshlar, o'xshash bo'lmagan yerga yoshlar bilan ko'rishgan vaqtimiz. Ularning hammasining Xitoy hukumatining Uyg'urlarning ma'rifi bo'lsin, dini bo'lsin,
madaniyati bo'lsin yoki salohiyati bo'lsin, shu to'g'risida qilayotgan tashviqoti va tushuntirishlarning hammasiga gumon ko'z bilan qaraydiganligini, ham ishonmaydiganligini, ham nihoyatda analizlar orqali Xitoy hukumatining da'vatqining noto'g'ri ekanligini his qilayotganligini bildim. Ben bir qism yoshlar bilan uchrashgandan keyin men ularga shu Uyg'urning tarixiga havas qilma deb ular bilan so'zlashay degan vaqtimda men xiyolimda ular cho'qim tantarabiya yeydigan ishlar o'yin tomoshalarga bakrak havas qilib shu temalar to'g'risida so'zlashamdiki desam, ularning menga degani bu bizning chegaramizning atrofida bizga o'xshash tilda so'zlaydigan, o'xshash tanishlar, o'xshash ma'niyat bor Özbekler, Kazaklar, Kırgız, qolgan millatlarning ularning o'zining mustaqil davlati bor hozir sharoitda. Biz ular bilan farqimiz hech qanday cho'ng yo'q. Bizning nima uchun o'zimizning davlatimiz bo'lmaydi degandek savollarni mendan so'rashdi. Shu yoshlar bilan so'zlashgan vaqtimda ularning nihoyatda o'zining orzu umidlarining nima ekanligini, kelgusining qanday bo'lishini, talabining qandayligining nihoyatda aniq ekanligini obdan tushundim. Ya'ni bu yoshlar Xitoy hukumatining zo'ravonligini passivlik bilan qabul qilmasdan, o'zlari aktivlik bilan o'zining xalqini, o'zining haq-huquqlarini, o'zining tilini, o'zining madaniyatini, ham dinini qo'llayotganligini o'xshash bo'lmagan usullarda qo'llayotganligini shuni his qildim. Shunga mening shu sizlarning vataninglar Sharqiy Turkistonda bo'lgan vaqtimda Uyg'ur yoshlarining nihoyatda aqlli, nihoyatda ziyrak, nihoyatda jangovar, o'zininki haq-huquqlari uchun o'zini ato qilayotganligini his qildi. Rahmat sizlarga. Next, I would like to invite Mr. David Wu from Initiatives for China. We only have not too long minutes, so sorry, we really need to cut the remarks short. So, Mr. David Wu, Thank you. Initiatives for China. Colleagues and friends, thank you all for Initiatives attending this program today. Özümüzden Just to express my sizler bilen feelings, bu davada birleşkenimiz, sizler kolaydıganımız heartfelt solidarity bildirmekçi, with your cause. hem sizlerdeki aitı We're here in part to cengavarlıkla the 15th uzun anniversary dünyada of Uyghur öz American anlarının hak Association. hukuku için güreş With that in mind, I want to say on birlikte behalf of işler, Initiatives for birlikte China, birbirimizi böyle kollaptığımızdan ait teşekkür that we're truly grateful Bundan sonra bizning birlikte hemkarlışı Xitoy hukumatının bizni gerçi kichikda yoki bizni shayton o'xshatib qarlishiga qaramay bizning birlikda hamkorlik qilishimiz nihoyat muhim rol o'ynaydi. Xitoy hukumati uzun dunyoga mushu parchalar bo'lish orqali o'xshash bo'lgan guruhlarni bir-biriga urushtirib, bir-biriga dushman qilib davlatni boshqarib kelmoqda. Ammo biz albatta uni yo'l qo'ymaymiz. Biz davomli birlikda tirishib, bir-birimizni qo'llab, hamkorlik orqali Xitoy Kompartiyasining zo'ravonligiga qarshi turishimiz kerak. Bugungi kunda Dr. Yang Apandi asli biz bilan birga bo'lmoqchi, ammo u bugun New Yorkda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining oldida Xitoy hukumatining BDT kishilik huquq kengashiga kirishiga qarshi namoyish qilib berayotganligi uchun bizlar bilib bo'lamiz. Ammo shunda bo'lsa, biz bundan keyin cho'qim bir-birimizni qo'llab, Xitoy hukumatining maqsadi bo'lsa, Uyg'ur bo'lsin, Tibet bo'lsin, Xansu bo'lsin, hammamizni pashlab bir-biriga dushman qilib, hammamizni qadam-qadam yo'qotishdi. Ammo shunda bo'lsa, biz o'zimizning farqi bo'lsin, yana bir-birimizni to'g'ri tushunib, bir-birimizni qo'llab, bir-birini himoya qilib, Xitoy hukumatining hammamizga qaratgan zo'ravonligini biz yo'qotishimiz kerak. Rahmat hammalarga. Unda olsa oxirgi bir qancha minutlar qoldi. Oxirgi bugungi yig'inimizning hamda xulosasini Robiya xonim, bizning ma'naviyonimiz, siyosiy liderimiz, eng oxirgi 2 minutni Robiya xonim so'zi bilan xulosalamoqchi. Rahmat ko'pchilik. Rahmat Xanis efendim, Yangelinin ve barlıq sözlükçiler, hammalarga rahmat. Mening bugun o'zimning xuloslashdan burun shaxsiy hayotim to'g'riliq bir kalima so'zlab o'taman. Bugun mening turmudagi bolam oblikimning dal 40 yoshga kirgan kunni uydagilar degan xabar qildi menga. Mening bolam
Onun bugün 40 yaşga kirgen günü. Ondan başka bunundan 6 ay burun balam ablikimni nayet qattiq urib, 2 ay doktorxonada yetib, minister departmanı bu ahvalni anlatqandim. Doktorxonadan 2 ayda chiqibdi. Mana bunundan yana 15 kun burun balamni nayet qattiq urib, hozir balam doktorxonada ekan. Balam odatdagi turmudi balamni eg'ir boshqarish turmusiga o'tkab ketgili 1 yil bo'lay dedi. Demak, shu balamning bugun 40 yoshga to'shgan kuni. Shuningdek 40 ming odam Xitoy turmusida gunohsiz 40 ming yoshning yetayotganligini biz ishki materiallarda munosabatli o'rinlar bilan aloqalashib oldik. Mening farzandimdek, xuddi oblikimdek 40 minglik odam hozir turmuda yetayotdi. Hem shuningdek minglarcha onalarning zarlab yig'layotdi, bolalari yo'qolib ketyotdi. Minglarcha odam qonunsiz o'ltirilyotdi. Mana shu paytda biz vatanimizni asliga keltirish va vatanimizning shu mustaqillik kunini tabriklab hammamiz bu yerga yig'ilib o'tiribdik. Sizlar hammanglar mening farzandim. İnsanның xatalik o'tkazmaydigan, tüp-tüz tug'ilib farishtadek ketadigan hech qanday bir inson yo'q. Hamma odamning xatolashadigan vaqti bo'ladi, bir-birini ranjitadigan vaqti bo'ladi. Faqat yani nima bu onu tüyütüdü degende kechirimchanlik, unutish, shuni yaxshilash, u qanday odamlarning qo'ldan keladi degende yaxshi odamning qo'ldan keladi. Temir zanjirni uzidi, ikki bilmas. İki yaxshi orasida qil uzilmas. Biz agar ikkili taraf yaxshi o'zgarsak, hammamiz ittifoq o'talaymiz. Hem bu davoni texmi oyog'iga ochqa olaymiz. Yuqorida Xonis apandim deb o'tib ketdi. Mishada hammamiz tarixda bir-birimizga hamkorlashgan, hatto o'zimiz bir-birimiz bilan bir oiladek inoq, intayin bir-birimizni yaxshi ko'rib o'tgan oilalarning farzandlari, bolalari, ham bir yo'lda mangan inqilobchilarning farzandlari. Hazır neni talışıvatqanlığımızı, neni üçün aşındaq qıvatqanlığımızı eşqasımız, his qılanmavatımız. Onu Xitay Komünist Hökumetinin dollari. O dollar 1 milyar 300 milyon Xitayning kuchi sizlarni bir-birimizga selib, day-dayga selib, har xil gaplarning o'ttirig'i chiqishini maydonga keltirdi. Biz hammamiz shuningga o'ynab ketdik. Uyqumizni ichib, men ham ochay, eng ona bo'lish sifatim bilan, sizlar ham ichinglar bola bo'lish sifatinglar bilan. Mushu musofirchilikning dardi bizga yetib ishib ketadi. Hammamizning yuragida bir-birimizni suyamiz, hammamizning yuragida bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Tarixdagi suyimlik vaqtlarimizda eslaymiz, shuni asliga kelishini, hatto vatandagi inoq, vatandagi suyimlik, vatandagi bir-birimizni quchoqlagan oilalarning farzandlari va onalar o'sha vaqtlarning asliga kelishini har bir odam yaxshi ko'radi. Shuning uchun bu vatanni ozod qilish uchun xonim Georgetown maktabidan kelibdi. Mana vatandagi yoshlardan qanday umidlanganligini, ularning Xitoyni qanday to'nib ketganligini biz chet eldagilarmi shunday to'nib yetishimiz kerak. Men bu ittifoqlashish degan shuarni birinchi qilib bo'libmi Xonis apandimning, Erkin apandimning, mush o'tdag'an farzandlarimizning hammasining ko'zida, qalbida shunday bir kunni orzu qiladiganligini tushunaman, hammamni orzu qilaman. Mushu bugungi davlatimizning mustaqilligining hurmati bilan hammamiz mishadan chiqib, bir-birimizni kechirib, qayta ittifoqlikni asliga keltirishinglarni, davlatimizni qanday asliga keltirgan bo'lsak, men bu shuarni bir necha qatim degan bo'lsammi, balkim o'zimni o'rnayolmagan bo'lishim mumkin. Qarindoshlar, men aşı bedelini to'lagunimga pushmon qolgan vaqtlarim bo'ldi. Qarindoshlar, men sizlarga ona bo'lib va da'voga lider bo'lib chiqqanimga chekinishni orzu qilgan, nemishqa shu bolalarimning turmushi yetishiga sababchi bo'lgandim. Shunchalar iqtisodimni, milliard pullarimni nemishqa vayron qilgandim. Shu pullarim bilan Sharq Turkistonning yerimini setib olar edim bu kamga. Men ashada turib xalqimga yordam qilsam bo'lmasmi degan pushmon qiladigan soatlarga sizlarni akvatdinglar. Sizlarni shunday soatlarga balkim mening ba'zan xarakterim akvatgan bo'lishi mumkin. Oldinlarda to'yinoma o'qiyotganim yo'q.
ben vatanımның azatlığı üçün, xalqımның azatlığı üçün, turmuda yetivatqanlar üçün, bedel töylep kan töküvatqanlar üçün, öylerden sargandar bulup jürüp muşu davanı kıvatkan etrafımdaki jangchilarim üçün, bugün hemmimizning yeni bir saat, yeni bir minutni xuddi Xanis efendim devatqandak tarixni asliga keltirishimizni umid qilaman va sizlarni shuningga chaqiraman. Rahmat. Ama Rabia Hanım'ın bizden bugünkü sekmemize kelip alayda söz kıtaydan sözçülerimiz çeklerlik mimarlarımızda ayarlanan alayda soğuk var. Hazır şimdi soğukunu terdim kılmakçı. Anki jürümün sonuna bakmıştır. Emanlarının bugün şehirlik ketlerine olan rahmet, bugünkü faaliyetimiz bu şehir için devamlaşıdır. Emanlarının devlet bayramı mübarek olsun. Kuşaklarına. Esselamu Aleyküm. Cumhuriyet bayramımızga mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun.